Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-martdagi obod qishloq va obod mahalla dasturlarining asosida bizning So'x tumanimizda hamda viloyat hokimimizning 136-11-0 qaroriga sonli qaroriga hamda tuman hokimining 2020-yil 5-may kunidagi elektr 11-159 sonli qaroriga tasdiqlanib, ushbu qarorlar bo'yicha So'x tumanimizda Qalacha hamda Chashma mefeylarini biz obod qishloq dasturiga kiritilganmiz. Mefey hududlarida bugungi kunga qadar 100 dona ko'cha chiroqlari o'rnatildi. 15 dona yo'l belgilari va 15 dona yo'l elementlari joriy ta'minlandi. 109 dan ziyod aholi uy joylarining fasad qismi, ko'cha devorlari, tom qismi ta'mirlandi. 1060 dona mevali va manzarali daraxtlar ekildi. 1500 dan ortiq mevali va manzarali daraxtlar shakl berilib, oqlanib 600 metr ariqlar tozalandi. Qalacha mefeyda mana olsak, Qalacha mefeyimizni bo'lgan ishlarni, amalga oshirgan ishlarni aytib berganimizda, elektr ta'minoti bo'yicha rejamiz bo'yicha 2 km 600 km tarmoq tortish va 2 dona transformator o'rnatildi. Elektr ta'minoti yaxshilash maqsadida Chashma mefey hududidagi 84 dona yangi temir beton tayanchlar, 2630 km yangi tarmoq, 2 dona transformatorlar o'rnatildi. Tabiiy gaz ta'minoti bo'yicha 1 km 800 km gaz tarmog'ini 9 GRP ga asosan hammasini ta'mirlanib, remontlab bajarilgan. Ichki yo'llar bo'yicha reja asosan 2 km sement beton yotqizilish va 1 km shag'allashtirish berilgan. Ichki yo'llarni ta'minlash uchun Qalacha mefey 2 km betonlashtirish va 1 km shag'allashtirish ishlari bajarildi. Ijtimoiy soha obyektlar bo'yicha ikkita maktablarni ta'mirlash va bitta yangi feldsherlik punkti yangi qurildi Qalacha mefeyda. Obod qishloq dasturi asosida Qalacha mefeydagi 20-sonli umumta'lim maktabi binosi ta'mirlash 698 million so'm. Qalacha mefeydagi 3-sonli idum binosini joriy ta'mirlash 1585 million so'mlik ishlarni olib borish rejalashtirilgan bo'lib, to'liq ta'mirtalab ishlar oxiriga yetkazildi. Chashma mefeyida elektr ta'minoti bo'yicha 207 tarmoq tortish va 2 dona transformator o'rnatildi. Tabiiy gaz ta'minoti 20 dona yangi gaz ballonlar berish, Chashma hududidagi 20 dona gaz ballonlar tarqatish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda 20 dona gaz ballonlari tarqatib berildi. Ichki yo'llar bo'yicha 5 km sement beton yotqizilish va 2 km shag'allashtirib berilgan. Ichki yo'llarni ta'mirlash uchun Chashma mefey hududida 5 km betonlashtirish va 2 km shag'allashtirish ishlari bajarildi. Ijtimoiy soha obyektlari bo'yicha 1 dona maktab, 11-maktabda obod qishloq dasturi asosida binosini joriy ta'mirlash 514 million so'm ishlari 100% ga bajarildi. 2023-yilda Qaqir mefeyi bilan hamda Cho'moqcha mefeylar obod qishlog'iga kiritilgan. Ularga nimalar bo'yicha qarorlar chiqarilgan, shu kungacha mana ishlarda olib borish mart oyidan keyin boshlashda davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.